AQSh prezidenti Donald Tramp Eronning qaysi obyektlarga hujum qilish yoki nimalarni nishonga olish haqida yakuniy qarorga kelgani yo'q. Ammo rejalar shu haftaning oxirida amalga oshirilishi mumkin. Bu haqda Politika nashri xabar berdi. Shuningdek, Eron atrofidagi vaziyatni hal qilishning ehtimoliy variantlaridan biri sifatida Oyatulloh Xumayni va uning o'g'li Mojtabonni yo'q qilish variantini ko'rib chiqmoqda. Qo'shma Shtatlarda turli ssenariylar uchun variantlar bor. Ssenariylardan biri Eron oliy rahbari Oyatulloh Xumayni va uning o'g'lini, shuningdek, ayrim mullalarni yo'q qilishni nazarda tutadi. Oxir-oqibat qaysi ssenariy tanlanishini hech kim, jumladan Trampning o'zi ham bilmaydi, deya amerikalik rasmiyning so'zlarini keltiradi nashr. Ma'lum qilinishicha, ayni damda Tramp o'z davrining eng katta va eng qimmat harbiy tayyorgarliklaridan birini amalga oshirmoqda. U Eronni nishonga olish uchun yuzlab aviatsiya kemalari, jangovar samolyotlar va razvedka samolyotlarini yuborgan. Bu mintaqadagi eng katta Amerika harbiy kuchlari to'planishi bo'lib, Iroq urushidan beri bunday miqyosdagi kuch ishlatilmagan. Avvalroq arab mamlakatlari, shuningdek Buyuk Britaniya AQShga Eronga zarbalar berishda o'z bazalaridan foydalanishga ruxsat bermagani aytilgandi. Gap Angliyaning Hind okeanidagi Diego Garcia orolidagi baza haqida bormoqda. London Washingtonning Eron bo'yicha zarbasi xalqaro huquqning buzilishi holati bo'lishi mumkinligi haqida xavotirlar sababli ushbu obyektlardan foydalanishga hali ruxsat bermagan. Isroil armiyasi vakili Efi Defrin o'z bayonotida harbiylar mintaqadagi vaziyatni diqqat bilan kuzatayotganini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, mamlakat armiyasi yuqori shay holatga keltirilgan. Isroilning 12-kanali ma'lumotiga ko'ra, agar AQSh Eronga hujum qilsa, Isroil ham harbiy harakatlarga qo'shilishi mumkin. Bir qator nashrlar tomonidan e'lon qilingan xabarlarda AQSh prezidenti Donald Tramp Eronga keng ko'lamli zarba berish yoki bermaslik masalasida qaror qabul qilish arafasida ekani aytilmoqda. Shuningdek, vaziyatni diplomatik yo'l bilan hal qilish imkoniyati torayib borayotgani sababli harbiy variantlar ham ko'rib chiqilayotgani ta'kidlanmoqda. O'tgan yil oktyabr oyida AQSh vositachiligida sulh e'lon qilinib, G'azo sektoridagi urush yakunlanganidan so'ng Hamasning Isroilga qarshi omon qolish kurashi endi hududiy nazorat uchun kurashga aylangan. BBC xabariga ko'ra, oradan 4 oy o'tib, sektor aholisi Hamas xavfsizlik, soliq tushumlari va davlat xizmatlari bo'yicha nazoratni asta-sekin tiklayotganini aytmoqda. G'azoda yashovchi fuqarolar BBC bilan suhbatda Hamas o'z mavjud bo'lgan hududlarning 90% dan ortig'ini qayta nazoratga olganini, guruhning politsiyasi va xavfsizlik kuchlari qaytib kelib, ko'chalarda patrullik qilayotganini ma'lum qildi. Shuningdek, fuqarolar hujjat ishlari yoki tibbiy xizmatlar uchun Hamas rasmiylariga murojaat qilishlari kerakligi, guruh sud tizimi ustidan ham nazoratni qayta tiklayotgani aytilmoqda. Sadir Japarov mamlakatda kuch ishlatar tuzilmalar bo'yicha keng qamrovli islohot tayyorlayotganini, xususan Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasini yopiqroq tuzilmaga aylantirish rejalashtirilayotganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, Qirg'izistonda 2027-yilda katta islohot boshlash rejalashtirilgan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi endi barcha sohalarga aralashmaydi. Maxsus xizmat o'zining bevosita vazifalari razvedka, qarshi razvedka, terrorizm, ekstremizm va giyohvandlikka qarshi kurash, shuningdek, konstitutsiyaviy tuzumni himoya qilish bilan shug'ullanadi. Iqtisodiyotga aralashishga chek qo'yiladi. Japarov so'nggi paytlarda qo'mita xodimlari xizmat guvohnomasini istalgan joyda ko'rsatib, idora obro'siga putur yetkazayotgani haqidagi tanqidlardan xabardor ekanini aytgan va bu masalada avval ham sobiq rahbar Qamchibek Tashiyevni ogohlantirganini bildirgan. Do'stim, qo'mitaning nufuzini ko'tar. U SSSRning KGBsi kabi obro'li bo'lishi kerak. Aks holda xodimlar hatto kichik savdo joylarida ham guvohnomasini ko'rsatgan holatlar bor. Bunday tanqidlardan qutulishimiz shart, deganini aytdi Japarov. Shuningdek, Sadir Japarov tergov tizimini Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasidan ajratish maqsadida alohida tergov qo'mitasini tashkil etishni ham rejalashtirmoqda. Eslatib o'tamiz, fevral oyi boshida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi, bosh vazir o'rinbosari Qamchibek Tashiyev prezident Sadir Japarovning farmoni bilan lavozimdan ozod etilgandi. Prezident o'z qarorini jamiyatda bo'linishga yo'l qo'ymaslik istagi bilan izohlagan. Qamchibek Tashiyevning o'zi bu haqda Germaniyada yurak operatsiyasidan keyingi rejali tekshiruvda bo'lgan vaqtida xabar topganini ma'lum qilgan.
AQSh Oliy sudi prezident Donald Tramp tomonidan joriy etilgan import bojlarining katta qismini noqonuniy deb topdi. Oliy sud prezident ma'muriyati keng ko'lamli tariflarni joriy etish uchun 1977-yilda qabul qilingan Xalqaro favqulodda iqtisodiy vakolatlar to'g'risidagi qonundan Kongressning roziligisiz foydalanib vakolat doirasida chetga chiqqan deb topdi. Aksariyat sudyalarning fikriga ko'ra, ushbu qonun prezidentga hokimiyatning qonun chiqaruvchi tarmog'ini chetlab o'tib, keng savdo bojlarini joriy etish huquqini bermaydi. Gap o'nlab mamlakatlardan importga nisbatan qo'llanilgan global va javob boj tariflari haqida bormoqda. Bu choralar savdo taqchilligini kamaytirish va AQSh tashqi hamkorligiga bosim o'tkazishga qaratilgan qat'iy savdo siyosatining bir qismi edi. Tahlilchilarning hisob-kitoblariga ko'ra, oldinroq yig'ilgan 175 milliard dollardan ortiq tarif tushumlari endi xavf ostida qolgan. Sud qarori importchilar tomonidan o'z pullarini qaytarish to'g'risidagi talablarga yo'l ochib berishi mumkin. Sud amalda Trampning yakka o'zi keng ko'lamli savdo cheklovlarini joriy etish imkoniyatini cheklab qo'ydi. Ta'kidlanishicha, prezident qarori import mahsulotlari narxiga va AQSh umumiy savdo siyosatiga ta'sir qilishi ehtimoli mavjud. Tafsilotlarga uzoq to'xtalib o'tirmayman, biroq eng avvalo armiyamizni barcha mudofaa kuchlarini tabriklashim mumkin. Chunki 20-fevral holatiga ko'ra yurtimizning 300 kvadrat kilometr hududi bosqinchilardan ozod etildi, dedi Ukraina prezidenti. Uning qo'shimcha qilishicha, AQSh va Rossiya tomonidan ayrim hududlarni Moskva nazoratiga topshirish borasida bosimlar uyushtirilmoqda. Amerikaliklar ham, ruslar ham urush ertaga tugashini istasangiz, Donbassni tark eting demoqda, dedi Volodimir Zelenskiy. Ukraina prezidenti France Press agentligiga bergan intervyusida bunday talablarga qaramay, Kiyev bosib olingan yerlarni qaytarishda davom etayotganini qo'shimcha qildi. Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Jinpin Rossiyada Wagner xususiy harbiy kompaniyasi asoschisi Yevgeniy Prigojin isyon ko'tarishga uringan voqeasi ortidan Xitoy armiyasida keng tozalashlar to'lqinini boshlashga qaror qildi. Bu haqda The Wall Street Journal o'z manbalariga tayanib yozmoqda. Nashr suhbatdoshlariga ko'ra, Moskvaning Ukraina ustidan tezkor g'alabaga erisha olmagani, so'ngra Prigojin isyonini ham tezda bostira olmagani Si Jinpinda Xitoy qurolli kuchlarining eng ko'lamli modernizatsiya qilish va uning nazoratini kuchaytirish fikrini yuzaga keltirgan. Maqolada aytilishicha, Xitoy jangovar salohiyatga putur yetkazayotgan korrupsiyadan xavotirlangan Si Jinpin, agar harbiy texnika mutlaq siyosiy sadoqat bilan mustahkamlanmagan bo'lsa, uning mudofaani ta'minlash uchun salohiyati yetarli emas degan xulosaga kelgan. Pokiston harbiy havo kuchlari samolyotlari Afg'onistonning Paktika viloyati Barmal tumani hududidagi nishonlarga havo zarbalari berdi. Islomobod o'z harakatini Afg'onistondagi jangarilarga qarshi amaliyot deya baholagan. Tolibon hujumlari oqibatida o'nlab odamlar, jumladan bolalar halok bo'lganini bildirib, buni suverenitetning buzilishi deb atadi va javob qaytarilishiga va'da berdi.